Telefoningizni zaryadga qo'yib olasiz. 4-5 soat turgandan keyin 100% bo'ladimi? Hozir men sizga mana shunaqa telefoningizni zaryadga qo'yasiz. Tezkor quvvatlashga qo'yganingizda 1 soatda 100% bo'ladigan qilishni o'rgatib qo'yaman hamda akkumulyatoringizni holatini ham ko'rib olasiz. Yaxshimi yoki yomonligini videoni oxirigacha ko'ring. Keyin mana bir dona maxsus ilova orqali ko'rishingiz mumkin. Batareya holatini ko'rsanglar bo'ladi va necha ming milliamperligini hamda hozirgi holatini, ya'ni gradusini ham ko'rsatadi bu ilova sizlarga. Hamda mana shunaqa ajoyib animatsiyalar ham o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Sizlar ham telefoningizda mana shunaqa tezkor quvvatlanishini xohlasanglar, hozirroq Instagram profilim shapkasiga o'tib, yo'lga iloviy so'z bot joyiga bosamiz, yuklash joyiga bosamiz. Mana shu silka chiqadi, shuni ustiga bosasizlar. Keyin sizlarda maxsus botimiz ochiladi. Botimizga kirganingizda ko'rishingiz mumkin, eng oxirgi qatoriga o'tasizlar. Va bu yoqdan batareya ilovasini yuklab olsanglar bo'ldi. Men sizlarga bu narsani Tecno smartfonda ko'rsatdim. Sizlarda qanaqa telefon hoziroq yozib qoldiringlar. Mana bunaqa tezkor quvvatlash yoqish uchun mana shu joyga bosasiz va hyper joyga shuni o'tkazadigan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin mana sekundda tezlashadi. Video sizga aniq foydali bo'ldi. Shuning uchun yurakchani qizartirib, saqlab qo'ying va barcha tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Hoziroq bu narsani siz ham sinab ko'ring.